Chiroyliligini qarang. Bizga hali erta, to'g'ri, lekin ularni ko'rib qotib qoldim. Shuning uchun sotib oldim. Sen Ajin bilan oila qurish haqida o'ylayapsanmi? U fikringga qo'shilarmikin? Bilmasam, umid qilamanki shunday. Kichkinaligini qarang. Kel, ajralishamiz. Oy, shoshmay tur. Bu yana qanday bema'nilik bo'ldi? Nega birdaniga ajrim mavzusi ko'tarildi? Hozir o'zingda emassan. Tuyg'ularingni jilovlay olmaysan. Karyerangni tugatmoqchisan. Yana nima deding? To'ymi? Juda kulguli. Insonni qotirma. Hammani tashlashadi. Sindirishadi. Lekin ular yashayveradi. Sen esa ojiz ekansan. Meni to'g'ri tushun. Men taslim bo'la olmayman.